Mana Oltinko'ldagi o'tgan yil ham o'zimiz orasidan olib tashlaganmiz. Intensiv qilingandi bu. Shunday katta limonni intensiv qilib qilgan ekan. Orasidan bittadan ko'chirib yuborganimizdan keyin bir-biriga tegib turibdi ko'chatlar. Yana boyagidek. Mana shuncha shoxlar kesildi. Baklarini sovuq urgan. Yengil sovuq ta'sir qilgan mana baklariga. Mevalari ham turibdi. O'tgan yil mana shu o'rtada yo'l bo'lgan, ko'rinib turadi. Bu ko'ringan. Mana abreskadan keyingi holati. Mana bu tomonda 3 qator yemen usulda qilingan. 2 qatori kesilyapti hozir. Bir qatori hali turibdi. O'tgan videolariga qo'shib tashlab beramiz, ko'rasizlar, yurtdoshlar. Mana ko'cha o'rtada intensiv qilingan mana shu. Limonni intensiv qilib oladi. Mana o'rtadan o'tadigan yo'l yo'q mana. Bir-biriga tegib yo'q. 1 yilda shuncha o'sgan mana. Mevasi ham turibdi.